Leksiyimizin ikincisi başlayımız hürmetli vatandaşlar. Ben de leksiyimizden kulak söyleyeyim. Yeni bir bilim hazisi hareket geldi. Tayvan meselesi Washington'da turar joyga yoki adresga ega bo'ldi. Mavzuli xabar 9 ayning 17 kun Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilingan. Bugun bu xabar bilan sizlarni vatandoshlarni tanishtiramiz. Washington maxsus Tayvan meselesini tadqiq qiladigan bilim hazisi. Yer shari Tayvan tadqiqot markazi mushu hafta harakat kelganligini jakarladi. Amerika ve Tayvan siyasi erbapları ve başka saha kişileri meydana gelip tebrikledi. Ular bu yeni bilim haznesinin kelgüsü de Amerika Tayvan siyasi tesir gücünü görüşünü ümit kıldı. Bu bilim haznesi Amerika'daki Tayvan savcılarının mevla yardım kılışı bilen kuruldu. Şimdi vatandaşlarım Amerika'da yaşavatkan Tayvanlık savcılarının yardım kılışı bilen Washington'da məxsus Tayvan meselesini tədqiq qiladigan organ, Tayvan bilim haznesi kuruldu. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining faxriy raisi Elina Roz-Litinen xonim hamda Tashqi Munosabatlar Komiteti Osiyo Tinch okean gruppasining a'zosi Davlat Majlisidagi birdan-bir Tayvanlik ayol savdogar Ming Shaowen yig'inga kelib tabrikladi. Yeni qurilgan Tayvan, yeni qurilgan bilim haznesi kelgusida Amerikaning Tayvan siyasətində təsir göstərdiğin rol oynayışını ümid qıldı. Və Amerika Dövlət Məclisinin demokratik Tayvanını qatı qollashini qayta ta'kidladi. Elina Roz yaqindan beri Tayvanning saylamdan keyingi vaziyat to'g'risida to'xtalib, u mundaq ko'rsatdi. Tayvanda Tsai Ing-wen xonim hukumati Beijingning qattiq ogohlantirishiga duch keldi. Amerika Tayvanning yetarli özünü qo'g'dash kuchiga ega bo'lishini kapolatga ega qilish zarur. Demak, bugun Tsai Ing-wen xonim Tayvanda Jungoning basimiga duch keldi. Shunga Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dashidan iborat bu kuchni yetarli kapolatga ega qilish zarur. Amerika deb ko'rsatdi Elina Roz xonim. Elina Roz xonim yana mundaq ko'rsatdi. Mayli saylamdan keyingi bir xil qiyofat bo'lsin yoki bir xil qabohatlik ahvolga vakillik qilgan bo'lsin, Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidori bo'lishiga Amerika kapolatlik qilishi zarur. Mayli saylamdan keyin vaziyat qancha yaxshi bo'lsin yo qabohatlik bo'lsin, buni qo'yib turaylik. Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini kuchaytirish uchun Amerika buni kapolat qilishi zarur dedi. Mayli Beijingning g'ayri aqliy harakatiga duch kelganda bo'lsin yoki har qanday shaklli siyosiy tahdidga, harbiy tahdidga, iqtisodiy tahdidga duch kelganda bo'lsin, biz, ya'ni Amerikaliklar Tayvanga kerak bo'lgan yordamga erishishini kapolatga ega qilishimiz kerak. Avrishimlikni saqlab, Jungoga tayinib qolmasligi yoki bir bo'linga qistab qo'yilmasligi kerak Tayvan. New York shtatidan Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasiga a'zo bo'lgan Ming Shaowen xonim mundaq ko'rsatdi. Men yangi qurilgan Tayvan tadqiqoti markazini zo'r moddiy yordam bilan tabriklayman. Yo'q, qo'llayman. Zo'r yordam bilan qo'llayman, dedi Shaowen xonim. Davr kuchi Partiyasi Qonun chiqarish komiteti Lin Yungzo apandi Elina Roz xonimdan keyin so'zga chiqib mundaq ko'rsatdi. Biz urushdan keyin, Ikkinchi dunyo urushidan keyin zo'r bir qism mustamlika davlatlar va millatlarning normal davlatga aylanganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Biroz Lin apandi, biroq urushdan keyin ziyon tortgan, badal to'lagan urushga qatnashmagan ikki davlat va uning biri Manjuriya, uning biri Uyg'uriston va Sharq Turkiston. Nurg'on mustamlika millatlar urush va urush davrida va urushdan keyingi vaqtlarda ozod bo'ldi, milliy mustaqilligini keltirdi. Jahonning tinchligi uchun badal to'lagan ikki davlat Sharq Turkiston, Manjuriya. Buni qo'shib qo'ying, Lin apandi.
Lekin Tayvan bu avarçılıqның yerimini özü bir taraf qıldı. Mesela öz gözümüz bilen gördük. Nurgun milletler, devletler müstakil oldu. Bu avarçılıqның yerimini Tayvan özü bir taraf qıldı. Yani bu avarçılık degende demokratik nefes eliş, demokratik tüzüm kuruş, demokratik siyasi tüzümde turmuşunu təşkilləş, devletini təşkilləşdi ibaret bu işni Tayvan öz aldığı oruladı. Bırak Tayvan'ın müstakilliği meselesini o öz aldığı orulayamadı. Fakat demokratiyaleşti ibaret bir kısmını tamamladı. Lekin normal devletke aylanish üçün yani özlüksüz elişişke doğru keledi. Men şunun işinimen ki Tayvan'ı kollaydigan barlıq chet ellik dostlar ve bütün dünyadaki Tayvan fuqaralары Tayvan'ın kanida mustahkam qorgan bulup turup berdigan bolsa, Tayvan demokratiyalashib bolgandan keyin onun normal devlet buluş nişanga qarab men işini bu Tayvan'ı kollug'uchilar qo'llash kerak deydi. Tayvan dünyada inovatlik, qadr qimmatlik, normal devlet bulup başka devlet qatorida tek turish kerak ve tek turalish kerak deydi. Tayvan Davri Kuchi partiyasining a'zosi Lin Apan.